Zari, Hop. shu. Voy, rahmat. Savdo qalay? Bo'ladi. Demak, odam kelmagan. Kelib qolar. Ochilbek, arendani puli qani? Yana 3 kun vaqt berib turing, mana safar aniq to'g'rilab beraman. Eplasangiz qiling-da savdoni. Yana shunday qilsangiz joyni bo'shatib qo'ying. Boshqaga beraman. Xo'p. Tinchlikmikan? Ha, tinchlik. Hal qilaman, xavotir qilma. Qarang, men shotim o'chib qolibdi. O'zingiz ham shotingiz o'chgan-ku? Ye, bir kunda solamiz-ku. Bo'lmasa siz o'zingiz shotingizga solib turing, menga keyin solamiz. Ha, bo'ldi, shuni qilamiz unda. Zari, men apetingni qilib olgin, men savdoga qarab turaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Javohir, keling. Opam chaqirib oling. Zari, qaravor, ukang kelgan ekan. Mana buni olib qo'ying. Voy, bizning hamma narsamiz bor, o'sha pulingni. Adam Gulfatlari gapiribdi. O'zingiz qo'yarga qo'ymay mashinaga tegaman deb turib oldingiz. Mana endi zelin sotib o'tiribsiz. Xullas mashina oling-da, boshqa betga chiqmang. Mashina olib qo'ying. Nimadir kerak bo'lsa, o'zim olib beraman. Mabodo boqa olmay qolsam, o'shanda aytaman, xo'p? Men baxtliman. Bilganingizni qiling. Mani nima tanlagansan? Zelinchi bo'lganingiz uchun siz meni tushunasiz. Qadrlaysiz. Men bunaqa sevgi, mehrni mingta boylikka alishmayman. Qolganiga birgalashib berishamiz. Tintaysan-da. O'zimga o'xshab. O'zi mendan boshqasini ham olmasdisan-a? Birazca sabrine canım benim.